Barchaga assalomu alaykum Vipkasino obunachilar. Sizlar uchun bolalar men juda ham bir chiroyli videorolik taxlashga harakat qilaman. Xullas bolalar biz boshlaymiz. Tak, bu yoqda bolalar bemalol ko'rishingiz mumkin. Men Linebet kontorada bir kun oldin qo'ydim videoni Linebetdan. Xatosiz ro'yxatdan o'tish bolalar $500 bonus qanday beradilar. Birinchi depozitdan keyin qanday bonus olishni o'rgatib qo'yganman bolalar. Bepul sizlar uchun qo'llanma. Tak, kazino sirlarini ochib qo'yganimizda bolalar bemalol ko'rishlaringiz mumkin va bolalar bu galgi videorolikimiz bolalar Xpari kontorada o'ynaymiz. O'zini bolalar tak o'zini saytdan olingan silkasi bor. Promokod kerak emas. Prosta silkadan o'tasizlar. O'tib bemalol o'ynashlaringiz mumkin va u yoqda bolalar soqqani soqqa qilish nima deydi? Bosqichlar juda ko'proq va xato qilish juda ham nima deydi? Qiyin masala. Strategiya bilan o'ynasa bolalar. Tak, boshlaymiz bolalar. Tak, ko'ngilinglar bo'lsa bolalar shu Telegram kanal o'tib olamiz va like bosamiz. Like bosgandan keyin bolalar kommentariyaga kim tushunmasa Xpari kontorada men ro'yxatdan o'tishni ham o'rgataman. Hozir bitta Games'dan balansni ko'taramiz. Xohlasangizlar bolalar kazinoda o'ynaymiz. Farqi yo'q bolalar. Ko'ramiz hozir. Tak, настроениyaga qarab o'ynaymiz. Tak, Telegram kanal mavzudan o'tadilar bolalar. Bemalol o'tishlaringiz mumkin. Telegram kanalda o'zini original referalni silkasi tashlaymiz. U yoqdan pul chiqarishda muammo bo'lmaydi va bolalar kartani tiqishgacha o'rgataman bolalar. Tak, ko'p kishi bilmaydi IDga pul tiqishni va o'ynashni bilmaydi. Koeffitsiyentlar baland kuponlar futbollarga pul tikamiz. Bemalol prognozimiz o'tyapti bolalar. Telegramda o'tib olsangizlar ko'rishlaringiz mumkin. Va bolalar Xpari kontorani tak o'zini original saytdan olingan referans silkasidan Telegram kanal o'tib olsangizlar bor. O'sha yerdan olasizlar va olgandan keyin u yoqda polniy qanday registratsiyadan o'tish kerak xatosiz o'rgatiladi bu. Xpari kontoraga kiramiz mana bolalar. Depozit 10 millioncha edi. Men hozir bolalar o'sha pulni ko'paytirishga harakat qildim va sal ko'tarib qo'ydim va dalchi o'ynaymiz sizlar bilan birgalikda. Tak, bu yoqdan Games Minds o'yinimiz bor. Bemalol kirishlaringiz mumkin va vampir o'yinini tanlaymiz. Vampir mana bor shu yerda best yozilgan. Katta summa kerak emas. Mayda summadan katta summani urib olsa bo'ladi bolalar. Tak, boshlaymiz. Tak, 20 mingdan qo'yamiz. 10 tasi 200 ming bo'lyapti, to'g'rimi? Tak, 10 ta tanlaymiz. Davay. Normalniy ko'rdingizlar. Уже biza foydaga ishlaymiz. Bu yog'i 9 ta spin. 11 million 800 pulimiz bor. 600 cha edi. 11 million 600. Ko'rdingizlar. Balansni už ko'paytirishni boshlaymiz. Va asta-sekinlik bilan cho'qillatamiz biladi. Bang'illab bermaydim bitta 24 ming. Normalniy. Уже foyda biladi. Bilan biladi bolalar. Orqasida o'zini nimalari bor, kodtalari bor. Что bu kontora bizlarga berish uchun chiqarilmagan, olish uchun chiqarilgan strategiya qilib pulimizni asla olib ketishimiz kerak bu yoqdan. Tak. Nu biladi, berdi, kam biladi. Tak, boshlaymiz. 10 talik sim tanlaymiz yana bitta. Davay. Ovoz ham bor. Bemalol bossangizlar ovoz chiqadi. Чтобы nima deydi? Ovozli o'ynasa yaxshi bo'lar menimcha. $74 ming. 80, 100 ming bor. Minusimiz bor 100 ming bolalar. Yo'qda bizada. Bilat to'ldi. Plus. Tak. Yan tanlaymiz 10 talik. Spinlarni ko'ryapsizlar qanaqa tanlayapmiz. Bemalol xuddi shunday qilib qilsangizlar, bemalol foydaga kirasizlar. Har bitta aylangan ko'ryapsizlar foydaga ketyapti. Bitta katta summadan bang'illatadi hozir ko'rasizlar. Bemalol 1 millioncha pulni urib olamiz. Ikkita spin. Bermadi. Tak, sal ko'taramiz.
O'ntalik. Normalniy bilet, ko'rdingizlar. Уже нормальный. 280 ming. Tak. Qani? Bang'alatda bermaysanmi? Tak. 320 ming. 340, 350, 360 ming. Bilet. 9 ming ishladi. 3 ta spin уже bizada foyda qilishi kerak. Давай. Bermadi. 10 ming qo'shamiz. Mana shunday qilamiz. Ko'rdingizlar, 52 ming. 10 ta spin. Давай. Mana shundan keyin bolalar katta sum berish kerak menimcha. Normalniy bilet, aytdim-ku bilet. Normalniy. Давай. Katta summa bermaysanmi yana bitta bang'illatib bilet bizga? Хотя бы bilet. 22 mi bilet? Ishlayapti, no bilet. Хорош, yaxshi. 6 ta spin. Qani? Vampir bola o'ynayapmiz. Tak, bitta balansni ko'taramiz. 60 ming, 100 mingdan 10 talik spin. Qani? Давай. Bitta arada berib qo'yish kerak, bilat. Bitta bermayapti, ochilmayapti. Shekilli. Qani? Bitta yashilcha ishlab ketmaydimi? Bitta yashil shu yoqda. 5 ta spin. 3 ta spin. Bermaysanmi, bilat? Berchi, naxoy. O'tib ketdi, bilat. Qo'llar qilamiz 3 ta. 500 ming, bilat. Ishladi. Bilat. Так, bitta dogon qilamiz shu yoqda. Normalniy, bilat. 800 ming. Bang'illatdi, bilat. Ko'rdingizlar. Tushiramiz 60 mingdan. Bitta 5 ta tanlaymiz. 30. 30dan keyin bitta katta summa berish kerak edi menimcha. Bermadi. Cheksizlik bosamiz bitta. 10 tagacha saqlaymiz cheksizlikni. 38 ming. Normalniy. Давай. 56 ming. Normalniy bilet. Bang'illatdi-yu jallab. Necha x beradi bo'ladi bu yoqda. Yana bilet. Stop bilet. Stop. Normalniy. Ko'rdingizlar, bolalar, balansni ko'paytirdik anchagina va plyuska bizar уже bu yoqda. Tak chiqamiz asta. Kerak emas ko'p. Shu berishini kutdim, berdi. Shu yoqdan asta chiqamiz. Va bitta o'ynaymiz. Games Minds o'yinidan o'ynaymiz hozir. Boshida bitta kelinglar, hozir nima o'ynaymiz? Olympus o'ynaymiz, Olympus. Olympusdan harakat qilamiz katta summani olishiga. 10 mingdan stavkani boshlaymiz. 10 talik spin. 25 talik boshlaymiz. Tak, 10 mingdan tanlaymiz. 10 ming. Tak, 25 talik uramiz. Davay. Bonus berib oladi. Bu bonus bersa, bonusi ishlaydi menimcha. Normalniy. Atak bizda plyusda hozir bizning qancha bu yoqda? 1 million 12 million 753 ming pulimiz bor bu yoqda bizda. Kirgan paytda 11 million pulimiz bor edi. 11 million no bilat ancha pulimiz bor hozir. Bitta bonusga bilat bermadi suka. Bonuskani bola ushlamaslik, tak chiqamiz, asta suramiz bu yoqdan, kerak emas. O'sha pulimizni o'qib qilib ketadi naxuy. Bitta bonus, bitta хотя бы bilat ishlamadi. Suka. Ishlash kerak edi-da bilat jallab.
Tak. Atak plyuska ishlayapti. Minuska emas. Bo'ldi bular, kerak emas, chiqamiz. Tak, tekshirishimiz kerak. Bolalar ko'ryapsizlar, asta-sekinlik bilan kirib chiqib, urib chiqyapmiz. Tak, jinni o'ynaymiz bitta. Tak, 6000 dan emas. Tak, yana 5000 dan boshlaymiz stavkani. Tak, 5 5 и 5. Tak, olamiz, kerak emas. Tak, shu yoqda pulimiz уже bor. Zabrat. Normalniy olamiz. Ko'rdingizlar. Tak, bitta qo'shilamiz, 50000 qilamiz. Birni bosamiz. Stavkani boshlaymiz. 1 1 1. Yaxshi, olamiz. 96000. Zabrat. Ko'rdingizlar. Mayda-mayda bolalar pulimizni olamiz. Kerak emas, katta summada stavkani qo'yib, nima deydi, berib qo'yish kerak emas pulimizni. Bizlarda hozir ko'rdingizlar qayoqdan beryapti va bitta o'rtadan tanlaymiz, igratni bosamiz. Tak. 3 ta. Yaxshi bo'ldi. Normalniy olamiz. Ko'rdingizlar bolalar. Shundoq qilib pulimizni ko'paytiramiz va kam-kam plyuska kiramiz bolalar. Normalniy beryapti jinda bolalar. Tak, 1 5 1. Chiqmadi. Tak, dogon. Tak, 1 5 1. Olamiz. 386000 ko'rdingizlar bolalar. Olamiz soqqamizni va bizada bolalar ko'rdingizlar уже 13 million pulimiz bo'lyapti. Уже biza bolalar bu yoqda plyusda biza bolalar kerak emas. Har kuni katta summa urib olaman, takdan dahuya pulli bo'laman kuniga deb kerak emas. Kuniga bolalar mana ko'rdingizlar 1 million 200 cha pulim bor edi. 11 million 200 bo'lsa 12 million 200 Почти $150 pul ishlab qo'ydim shu yoqdaman. Bu yetadi menda bolalar. Kuniga $150 dan 10 kunda bolalar $1,500. Ko'rdingizlar уже $1,500 bo'lsa $1,500, $3,000, $4,500 ishlayman bolalar. Har kun ishlasam, ishlashimiz kerak. Va vaqtni nima deydi, vaqt cho'zilsa ham o'yinda o'ynash kerak. U berdi, nima deydi, olyapti deb chiqish kerak emas. Masalan, Xpari kontorada Telegram kanalga o'tib olasizlar. Men o'rgataman sizlarga. Masalan, kiryapsizlar. Kirgan paytda shu yoqda Telegram kanalimiz bor. Mana o'tib olamiz, bosamiz shu yoqdan. Bosgan paytda bu yoqda Telegramda men hozir Xpari kontorani o'zini silkasini tashiyman. Ro'yxatdan o'tish qandoqligini polni ko'rsataman va bemalol o'ynashlaringiz mumkin bolalar. Mana strategiyalarimiz bor, o'xshayapti. Linebetda strategiyalarimiz bor. Ko'p men ko'rsatdim ko'p kishiga va katta summalarni qanday qilib oldik, men polni ko'rsatganman. Keyin bu yoqdan ana bemalol o'ynashlaringiz mumkin. Men hozir bu yoqda Xpari kontorlarni silkasini tashiyman. O'sha yerdan o'tasi ro'yxatdan, o'tgandan keyin ro'yxatdan admin bor. Mana tepani bosamiz. Admin ko'ryapsizlar, ana mo. Admin bu yoqda, adminga yozamiz. Admin bolalar muammolarga polni yordamlashadi. Yozsangizlar agar muammoni yechim topiladi bolalar, o'ynaymiz. Tak, ko'rdingizlar bolalar, admin sizlarga o'rgatadi va bemalol sovg'a qilishlaringiz mumkin. Shu videomizga bolalar like bosishni unutmanglar. Kommentariyada muammolar, savollar bo'lsa yozamiz va javobini nima qilamiz. Sizlar bilan Vip Kazino'da aloqada sog' bo'linglar.